Ayni vaqtda Denizli shahridan bir necha chaqirim uzoqlikdagi, yarim soatlik yo'ldagi Pamukkala osmon ostidagi muzeydamiz. Bu yer qadimgi Yunon xalqlarini, qadimgi Vizantiya xalqlarini tarixiy joylardan biri hisoblanadi. Mana bu, e'tibor bering, mana bular qabr toshlar. Qizg'aldoqlarni qarang, qanday chiroyli ochilgan. Bu qabr toshlardan birining toshi ekan. Demak, bu yerdagi qabr toshlardan ko'rishimiz mumkinki, juda qadimiy qabr toshlar. Birortasida bir yozuv ko'rmadim. Bu yerda demak o'sha marhum saqlanadigan joy bo'lgan. Hozir toshlar yig'ilgan. Bu sag'analar, ya'ni qadimgi Vizantiyaliklardi. Milodiy 3-asrga doir ekan. Tamam. Yozuvlar lekin yo'q, o'chib ketgan, yomg'irlar bo'lgan shekilli. Bu yerda katta ehtimol bilan qasr bo'lgan, qala bo'lgan. U qalani ichida bo'lgan bu mozorlar. Mana bu taraflarda ham 1700-1800 yillik tarixga ega bo'lgan mozorlar bor. Biz davom etamiz. Mana bunday elektron mikroavtobus bilan sayr qilamiz. Sag'anada eski shahar. Shahar xarobalari. Atrofi keng maydon ekan. Bu balandlikda joylashganligi uchun menimcha qadimgi Vizantiyada bu yerda qal'alar, qasrlar qurilgan kerak. Dushman uzoqdan ko'rib turishgan. Asosan toshdan bino qilingan. Toshlari oppoq. Beyaz yoqmoqchi uchun pamuk deyishadi. Paxtaga o'xshagan oppoq bo'lgan uchun Pamukkala. Denizlini belgisi, Denizli shahrining belgisi mana shu xo'rozni haykali hisoblanadi. Hamma joyda xo'roz. Mana Pamukkala. Davom ettiramiz.